Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy tadqiqotchining o'ldirilishi turli gumonlarga sabab bo'ldi. Amerikada tadqiqot bilan shug'ullanayotgan bir Xitoy tadqiqotchi oldingi hafta o'z uyida o'ldirilgan bo'lib, vaqadan keyin kishilar turli gumon va farazlarni o'ttirg'a qo'yishga boshlagan. BBC kanalining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, 37 yoshli Liu Bing Amerikadagi Pittsburgh Universiteti tibbiy institutidagi yordamchi professor bo'lib, 2 may o'z uyida tapancha bilan o'ldirilgan. Uni o'ldirgan qotilmi Xitoy bo'lib, yaqin atrofdagi bir mashinada o'zini o'ldirib olgan. O'lgüchi va qotilning ikkilisi Amerika fuqarosi emas bo'lib, o'lgüchining Xitoy virusi vaksinasiga aloqador tadqiqot bilan shug'ullanayotganligi va tadqiqotida ilgirlash bo'lganligi. Shundaqla har ikkilisining o'xshashli Xitoy bo'lganligi sababli turli gumonlar va suiqasd nazariyalari paydo bo'lishga boshlagan. Amerika soqchi doiralari bu voqeaning o'lgüchining universitetdagi tadqiqoti bilan aloqador ekanligiga hech qanday dalil isbot yo'q ekanligini bildirgan. Navbatda bu voqea texmo ichkirilib tekshirilishga boshlagan. Xitoy jazo lagerlarida tarqalayotgan Xitoy virusini yoshirmoqda. Vatandan egallagan uchurlarimizga ko'ra, navbatda Xitoy tajovuzchilari vatanimizdagi jazo lagerlarida tarqalayotgan Xitoy virusi haqidagi xabarlarni qattiq qamal qilmoqda bo'lib, lagerdagi kishilarning sirtdagi tuqqanlarimi bu vaqtda xabarlar haqida har qanday gap qilishdan cheklanmoqda. Ig'izidan chiqarib salganlar tutqun qilinmoqda. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan guvohchining bildirishicha, navbatda Xitoy lagerlardagi tutqunlarning virus bilan yuqumlanish ahvoli haqida butunlay yolg'on so'zlab, davlat ichi va sirtiga qilayotgan tashviqotlarda ularning virus ta'siriga uchramaganligini, barliq tadbirlarning e'linganligini da'vo qilib kelmoqda. Yana bir tarafdan lagerdagilarning urug' tuqqanlariga bu vaqtdagi uchurlarni hech kimga tinmaslik haqida tahdid solmoqda. Amerika hukumati yadro qurollari sohasida armiyani yangidan qurollantirmoqda. Amerika Xitoy o'rtasidagi surkilishning eshib berishiga ergishib, Amerika hukumati Xitoy bilan bo'lgan raqobatda yangi harbiy qurollar va o'xshamagan musofadagi raketalarni yangilamoqda ekan. Reuters agentligining 5-maydagi xabarda aytilishicha, Amerika hukumati o'tgan 10 yil jarayonida Xitoyning harbiy quvvatini zo'r kuch bilan oshirishiga qarata sukut qilib kelgan ekan. Navbatdagi ikki taraf munosabatida ko'rilishga boshlagan so'g'uq urushning alomatlari tufaylidan 5 burjaklik bino hozir Osiyo Tinch okean rayonida uzun masofalik boshqariladigan bombalarni o'rnatishni jiddiy o'ylashmoqda ekan. Oqsaroyning 2021-yillik harbiy xomchot dokumentida bo'lsa, bu nuqta aniq tilga ilingan. Xabarda aytilishicha, Amerika hukumati hozir Xitoyning quruqlikni asos qilgan raketa afzalligini besib tushish uchun Amerika dengiz armiyasiga uzun masofalik raketalarni saplash bilan birga dengiz armiyasining piyodalar qismini dushman urush paraxodlariga hujum qilishga ishlatishni qaror qilgan. Buningda navoda urush bo'lib qolsa, bu qismlar G'arbiy Tinch okeanidagi birinchi orol zanjiriga avatildi ekan. Bu rayon bo'lsa, Yaponiyadan Tayvan bo'g'ozi orqali Filippinga boradigan liniyani ko'rsatdi ekan. Xabarda navbatdagi Xitoy virusi zo'r bir masalaga aylanayotganda, Xitoyning Tayvanga harbiy jihatda qo'rqoq selishi kuchayib ketayotganligi sababidan Amerikaning bu vaqtdagi o'zgartishni tez sur'atda o'rinlashga oldirayotganligi alohida eskartilgan. Donald Trumpning bexatarlik ishlari yordamchisi Xitoyni Xitoycha aybladi. Amerika prezidenti Donald Trumpning davlat bexatarlik ishlari bo'yicha yordamchi maslahatchisi bo'lgan Matt Pottinger Xitoydagi hammaga tunishliq 4-may yoshlar bayrami kunida ravon Xitoy tilida televiziya nutqi so'zlab, Xitoy rejimining navbatda o'ttirg'a chiqayotgan demokratiya talablarini bo'g'ib qo'yayotganligini aybladi. Virginia universitetida o'tkazilgan tor muhokamasida u buningdan 101 yil ilgari Xitoy o'quvchilarining Versal sulhi yig'inining Xitoy haqidagi tengsiz shartnomasiga norozilik bildirib namoyish qilganligi va hukumatga talab qo'yganligini, buning bilan Xitoy rejimining tengsiz shartnomaga imzo qo'ymaganligini asıltdi. U televiziya nutqida zamonaviy Xitoy qurib chiqish ruhidan ilhomlangan bu qahramonlar demokratik ideyalardan uzuq olgan insonlar edi. Bugungi kunda 4-may harakatining ruhi qayerda deydi. Shuningdek, Xitoy doktorlardan Li Wenliang qatorliq kishilarning dal ashu xildagi qahramonlik ruhi bilan haqiqatni so'zlaganligi uchun ovozi jimiqtirilganligini ta'kidlab, mushuningga o'xshash ko'plagan haq so'zlik insonlarning jumladan Ren Jichang, Shu Jiyong, Ilhom To'xti qatorliqlarning g'oyib qilib etilganligini,
haqiqatni xabar qilayotgan 13 nafar Amerika muxbirining Xitoydan chiqarib etilganligini yana bir qatim tilga oldi. U nutqining oxirida Xitoyning o'tgan mezgillarda iqtisod va savdo sohasida muhim o'rinni egallashga boshlagan bo'lsa-mu, ammo demokratiya sohasida buningdan bir asr ilgarigi 4-may harakatchilikmi bo'la olmaganligini, xalqning demokratiya talabiga shu vaqtdagi hukumatchilikmi e'tibor berolmaganligini alohida ta'kidlaydi. Chet eldagi Xitoy o'qituvchilari bu haqda fikr qilib, demasimi 4-may harakatidan keyin Xitoydagi demokratiya va ilm-fan sohasida hech qancha olg'a ilgirlash manzarasi borliqqa kelgani yo'q deyishgan. O'zbekiston va Qozog'iston xalqi yana bir ofatga duch keldi. Anadolu agentligining xabarida bildirilishicha, oldingi hafta O'zbekistondagi suv ombiri to'smasining gumurilib tushishi sababli 70 mingdan ortiq aholi tarqoqlashtirilgan. O'zbekistondagi Sardoba suv ombirining to'smasi 1-may tuyuqsiz gumurilib tushgan bo'lib, yaqin atrofdagi nurg'unlagan uylar va etizlar suv ostida qolgan. 4 kishi qazo qilib, 50 dan ortiq kishi yaralangan. O'zbekiston hukumatı suv ombiri atrofida o'ltiraqlashgan 70 mingdan ortiq aholini tarqoqlashtirishga majbur bo'lgan. Undan boshqa Qozog'istonning Turkiston viloyatimi ig'ir ta'sirga uchragan bo'lib, 630 dan ortiq uy suv ostida qolgan. 30 mingdan ortiq aholi tarqoqlashtirilgan. Sardoba suv ombiri 2010-yili O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mas'ulligi ostida yaslashga boshlagan bo'lib, 2022-yili tamomlash planlangan. Ammo 2017-yilda muddatdan 5 yil burun tamomlanib ishga kirishtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston va Xitoy bundan burun 23 million dollarlik to'xtam imzolagan bo'lib, mazkur suv omborida suv elektr stansiyasi qurishni va 2022-yili qurilish tamomlashni planlagan ekan. Xitoy Sharqi Turkistonda ko'zitish sistemasining darajasini o'stirdi. Zimiston to'rining 6-maydagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharqi Turkistonda ko'zitish sistemasining darajasini o'stirib, xalqning kundalik turmushiga qarata nazoratni kuchaytirgan. Xitoy o'tgan yili Sharqi Turkistonning shimoliy rayonida mukammal uchur sistemasi orqali muqimlikni saqlash nomida hujjat tarqatgan. Hujjatda jamiyatni nazorat qilishni kuchaytirishni, oila a'zolari va kelgan ziyoratchilarni nazorat qilish uchun o'ltiraq rayonlardan yoshurun nazorat qilish sistemasi o'rnatishni talab qilgan. Yoshurun kuzatish va bayqash sistemasi nazorat qilinadigan obyektni tez tekshirib, kimligini dalillaydigan yuqori texnikalik uskuna ekan. Mazkur sistema insonlarning biologiyalik uchurlari va harakat qonuniyati qatorliq har xil biologiyalik sonliq ma'lumotlarga asosan kimligini farqlantira oladi ekan. Zimiston to'ri muxbiri Sharqi Turkistondagi ma'lum o'ltiraq rayonni ziyorat qilish jarayonida o'ltiraq rayonlarga ziyoratchilarni kuzatish uchun yangi nazorat qilish uskunasi o'rnatayotganligini, mazkur uskuna odatda Xitoy o'lkalarida bekat va zavod qatorliq ommaviy so'rinlarda ishlatilishga boshlaganligini, ammo Sharqi Turkistonda bo'lsa har bir mahallaga o'rnatilganligini bayqagan. O'ltiraq rayondagi xizmatchilarning muxbirga oshkorlashicha, mazkur uskuna ziyoratchining tafsiliy uchurlarini 1 sekund ichida ekranda ko'rsata oladi ekan. Aylanma eshikdan o'tsila chiroy tunish uskunasi bilan farqlantira oladi ekan. Hatto boshqalarga agishib o'ltiraq rayonga kirishga uringan kishilarni mo suratga tortib farqlantira oladi ekan. Undan boshqa yangi o'rnatilgan uskunalar kelgan kishining doimliq aholi yoki ziyoratchi ekanligini ko'rsatib beradi ekan. Muxbir kompyuter ekranida kishilarning o'ltiraq rayoniga kirgan chiqqan suratlari, vaqti va har xil sonliq ma'lumot grafiklarining borligini bayqagan. Bu sistema ziyoratchilarning Xitoy, Uyg'ur, Tungan yoki boshqa millat ekanligini farqlantira oladi ekan. Shunaqli rayon tabaligiga asosan mo turga ayirib bera oladi ekan. Xizmatchi xodim muxbirga yana barliq sonliq ma'lumotlarning shu yerdagi terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni saqlash qo'mondonlik markaziga yetkazilganligini, agar o'ltiraq rayoniga jinoyatchi yoki nuqtaliq tekshirilgan odam kelgan hamon sistemaning JX organlariga ogohlantirish beradiganligini, bu sistemaning jamoat xavfsizligi tarmoqlarining talabiga asosan loyihalangan va tengshalganligini oshkorlagan. Turkiyada Xitoy virusidan saqayganlarning soni oshmoqda. Turkiyada Xitoy virusiga qarshi kurashning ijobiy natijalari qo'lga kelishga boshladi. Qazo qilganlarning soni barg'ancha tövalladi. Tunugun Xitoy virus sababidan qazo qilganlarning soni 64 ga tushdi. Jami qazo qilganlar soni 3584 ga yetdi. Mushu 24 soat ichida 30303 kishi tekshirilib, 2253 kishida virus bayqaldi. Saqayib asliga kelganlarning soni 4917 ga chiqib, umumiy yaxshilanganlarning soni 78202 kishiga yetdi. Trump tarixdagi eng og'ir hujumni boshdan kechirayotganligini bildirdi.
Dünyada Xitoy virus sababidan jindan ayrilganlar 265 mingdan, yuqumlanganlar 3 million 822 mingdan va salomatligi yaxshilanganlar soni 1 million 303 mingdan oshdi. Vabaning markaziga aylangan Amerikada Xitoy virus sababidan jindan ayrilganlar 73 mingga yaqinlashdi. Nyu-Yorkda 19 mingdan ortiq kishi Xitoy virus sababidan jindan ayrildi. 321 mingdan ortiq kishi yuqumlandi. Prezident Trump Xitoy virusi haqida to'xtalib, davlatimiz tarixidagi eng og'ir hujumni boshdan kechiryapti. Bu Pearl Harbor hujumidanmi og'ir. 2001-yili 11-sentabr Nyu-Yorkdagi Dunyo savdo markaziga qilingan hujumdanmi og'ir dedi. U yo'l qo'yilgan tadbirlar bo'shatilgan ahvolda Xitoy virusi o'limlarining kuniga 3000 ga chiqadiganligi haqidagi savolga kishilar kurash qilishga majbur. Davlatimizni yillargacha o'yga solay olmaymiz. Ko'p kishining o'lmasligini umid qilaman. Ammo o'lishi ehtimollik ichida deb javob berdi. Amerika davlat mudofaa ministri Mark Esper vabo boshlanib oradan 2 oy o'tganda tunji qatim Washingtondan ayrilib, armiyaning Xitoy virusiga qarshi kurashda ijtimoiy tashkilotlarga yordam qilish harakatlariga boshchilik qilgan general Terrenso Shaneze bilan ko'rishish uchun Colorado Springsdagi Amerika Shimoliy qo'mondonlik shtabiga bordi. Mark Esperning ziyoratining Prezident Trump vaboga qarshi tadbirlarni bo'shatish to'g'risida bayonot e'lon qilishidan keyin bo'lishi diqqat qo'zg'adi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı tədbirlərini yenikletiş toğruluq ogohlantirishda bo'ldi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın baş direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus Xitoy virusiga qarshi kurash tədbirlarining yenikletilishi masalasida diqqat qilish to'g'ruluq ogohlantirishda bo'ldi. Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın Shveysariyaning Janva shahridagi markazda video konferans vasitasi orqali o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida kunsiri texmo ko'p davlatning Xitoy virusiga qarshi kurash tadbirlarini yenikletayotganligini, bu masalada Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın o'lchamlariga rioya qilishning zarurligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy virusiga qarshi kurash tadbirlarini yenikletayotgan davlatlarni ogohlantiraman. Har qaysi ellarning bu jarayonda qattiq diqqat qilishiga to'g'ri keladi. Chunki yuqum o'tkilidan tadrijiy holda o'tish bosqichi yaxshi boshqarilmagan taqdirda yana karantin bosqichiga qaytish xavfi tug'iladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.